Juda ham ko'p oluvchilarimiz bunaqa 3 xona udvoyniy zal planirovkamizni kuzatib, kutib, xarid qilaman deb kutib turishdi. Sizlarga shunaqa variantni taklif qilmoqchiman. Yunusobod 18-kvartalda 3 xona udvoyniy zal 92 kvadratniy metr bo'ladi. 3-etajda joylashgan 5 etajli ulug'chini Sverdlovskiy planirovkalarimiz bo'ladi. Remontlari o'rtacha top-toza fayzli uyimiz. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz hamma narsa qoladi. Ikkita narsadan tashqari. Televizor bilan xolodilnikka egalari olib chiqib ketadi. Qolgan narsalarimiz hammasi qoladi. Narxiga keladigan bo'lsa, 86500 dollarda egalari so'rashyapti. Kelishiladigan joylari bor. Har doimdek telefon raqamlarini opsiyasida qoldiraman, aloqaga chiqasiz. Birgalikda to'liq uyimizni ko'ramiz. Abi qarang, podyezddan asosiy eshikdan kirish, bu tarafdan stroyni prixoj mebellarimiz mavjud. Mana katta prixojka bo'ladi bu planirovkada. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bu zalimiz bo'ladi. Udvoyniy, mana shu zalimiz katta, 5 ga 6 zalimiz, katta balkonli, katta prixojka, sanuzellarimiz alohida. Eng zo'r yoqqani menga pol yoqdi, paket taxtadan juda ham neobычный sifatli terdirib qo'yishdi. Keling, o'ng tarafga kiradigan bo'lsa, bizda detskimiz. Old orqa yaxshi sifatli imzo romlarimiz taqilgan. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, oxirgi spalnimiz bo'ladi. Bu spalnida bitta aboyni almashtirib qo'ysangiz bo'ldi. Bola chaqada ham bitta aboyni sal ko'chirib qo'yishdi. Aboyni almashtirsangiz zo'r bo'ladi. Keling, sanuzellarimiz bu yog'imizda qolmoq. Birinchisi, kafellar yaxshi holatda turibdi. Bu yog'imiz esa hojatxonamiz. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Ko'ryapsiz oshxonaning kattaligini, uголок, mягкий mebel, uzunaskiy stroyni, kuxonniy garnitura. Пространство juda ham katta. Mana shu tam как bitta xona qilib hisoblanadi, chunki 94 kvadrat. Balkonimiz 2 ga 6, mana bu taraflarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Решетkalarimiz mavjud. Yunusobod 18-kvartal birgalikda ko'rgan shu 3 xonali, raskoshniy, fayzli uy desam bo'ladi. Hamma narsa qoladigan ikkita detaldan tashqari aytib o'tdim. 86500 dollarda kelishiladi. Telefon raqamini qolaman, aloqaga chiqib, kelib, ko'rib, sodalashib, baraka qilib keturasiz.